O'zbekistonga yetib borishining narxidan o'zi bojxona to'lovisiz bor yo'g'i 207 ming AQSh dollari bo'ladigan avtomobilsozlik tarixidagi eng sokin va eng hashamatli avtomobillardan bittasi Range Rover P530 Autobiography. O'zining eng mashhur karavay rangi bilan interyerda premium tabiiy charm semi-aneline, o'rindiqlarda isitish, sovutish, massaj, head-up display, premium audio sistema, Meridian, ma'lum va mashhur bo'lgan radar datchiklarini gapirmasam bo'ladi. Orqa o'rindiq uchun boshqaruv paneli, elektronli pardalar va monitorlar o'rnatilgan bo'ladi. Avtomobilimiz short, ya'ni kalta kuzovda bo'lib, sotuvda uzun kuzovlari ham bor. Komplektatsiyadan kelib chiqqan holatda Kanada, Amerika, Koreya va Arab davlatlariga maxsus ishlab chiqarilgan GCC da ham keladi. Albatta, ranglari, opsiyalari va o'rindiqlar sonini talabga qarab taqdim qilamiz. Batafsil ma'lumotni Telegram kanalimizdan olsangiz bo'ladi. Profilning yuqori qismida havola mavjud. Taxminan 0 dan 100 gacha to'g'ri yoki to'g'ri 5 sekund vaqtingizni oladigan legendarniy to'g'ri litrli twin turbo va abrasli 8 silindr 750 Nm P530 bo'lganligi uchun ot kuchi ham 530 bo'ladi. Avtobiografi komplektatsiya bo'lganligi uchun avtomobilimiz eng baland opsiyalardan biri hisoblanadi. Pnevmopodveska tugmalari, o'rindiq tugmalari va hokazo opsiyalar qo'shilgan bo'ladi.